Prolaktin asosan gipofiz bezlarida ishlab chiqariladigan gormon bo'lib, u ko'krak bezlari hamda reproduktiv tizimni faollashtirishda muhim rol o'ynaydi. Gormonlar aslida fiziologik birlikmi yoki psixologik? Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan gormonlar va ularning har birining funksiyalarini o'rganamiz. Progesteron bu steroid gormon hisoblanadi. Melatonin gormoni asosan qorong'ulikda kognitiv jarayonlarni rivojlanishini ta'minlaydi. Estrogen, ayollik gormoni, asosan tuxumdonda. analiz topshirmasdan qanday bilish mumkin? Kortizol, stress gormoni. Organizmga ko'p miqdorda, ya'ni qonga Oddiygina mana ishonch yoki komfort tuyg'usini his qildikmi, qaysidir gormon ajraladi. Dopamin gormoni bizda uyg'ondi va gormonlar mavzusiga to'xtalar ekanmiz. Mana shu gormonlar roli 100% dan 90%. Serotonin bu baxt gormoni. Mehr muhabbat gormoni, sevgi gormoni ham deb aytiladi. Faollikni oshiradi. Uchta asosiy istiqbol qilyapmiz. Sababi shu. Kasalligi aniqlangan odamda Ko'tarilgan tushgami doim qayerdir. Sizga psixologiya yo'nalishidagi videoroliklar qiziq bo'lsa, Osiyo xalqaro institutining Pedagogika psixologiya kafedrasining Instagram sahifasiga a'zo bo'ling.